Xitoy doiralari Sharq Turkistonda 2016 yilning oxirlaridan boshlab keng ko'lamlik va xohlagancha tutqun qilish harakatini boshlab, millionlagan Uyg'ur va boshqa turk millatlarni yig'ib olish lagerlari va turmalarga qamadi. Erkin Osiyo radiosi muxbirining telefon ziyoratidan ma'lum bo'lishicha, 2017 yili G'ulji noyisining Mazar yezisidagi 8 masjiddan 6si chiqib etilgan. 2017 yili bu masjidlardagi imom, xotib, muazzin ve kanun vekilleri bulup 70 mescid başqurish hayat a'zolaridan 50 nachisi kesib etilgan. 50 yoshdan tuvan ayollarning beshiga bir qitim yog'liq atqanligi bayqalsa, 24 soat tutib turish jazosi beradiganligi uqtirilgan. Türkiye'deki bir Uyg'ur balası yıqqan pullarning hammasini yer tavrash rayonidagilarga avatadiganligini aytgandan keyin bu sin ijtimoiy taratqularda keng tarqalib zo'r olqishga erishdi. Türkiye'nin 10 vilayetida təvirgan ve 13 milyon 500 mingdan ortiq kishiga bevosita ta'sir qilgan yer tavrashdan keyin izlash, qutqizish va insonparvarlik yordam xizmatlari davomlashmoqda. Türkiye ve dunyoning har qaysi joylarida safarbarlik faoliyatlari ilib berilmoqda. Bir Uyg'ur balasining yiqqan barliq pullarini ofat rayoniga avatadiganligini aytishi ijtimoiy taratqularda tarqab, ijtimoiy inkaslarni qo'zg'adi. Amerika hava boşluğunda Xitoyning bir gaz shari etib tushirilgan bir haftadan keyin Amerika kurashchi aeroplanının Kanadada noma'lum bir havo jismini etib tushirganligi e'lon qilindi. Bundan burun bo'lsa, Amerika doiralari juma kuni Alayaksa shtatida uchayotgan bir jismning vayron qilinganligini bildirgan edi. Aqsaray bayonotida 3-chi jismning etib tashlanishini Amerika prezidenti Joe Biden ve Kanada Baş Ministri Johnson Trudeau'nun bexatarlik endişi sebebinden tasdiqlanganligi o'tirg'a qo'yildi. Kanada Baş Ministri Trudeau Kanada armiyasi jismning qoldiqlarini yig'adi ve tahlil qiladi dedi. Yaponiya hukumati Xitoy dengiz armiyasi kuzatish paraxotining Yaponiyaning janubidagi dengiz tavalligiga kirganligini xabar qildi. İlginççe, Xitoy harbiy paraxoti ogohlantirilgandan keyin rayondan ayrilgan. Yaponiya hukumati diplomatik yo'llar orqali Xitoy hukumatiga bu daxl taruz qilish masalasiga bo'lgan andisini bildirgan. Germaniyaning davlat ichki istixborot organi Xitoy jasuslik havo sharining Amerika osmonida paydo bo'lishidan keyingi vaziyatni baholadi. Hamda Xitoyning jasuslikqa urinish qilmishi haqida ogohlantirdi. Devlet içi axborot ishlariga mas'ul Federatsiya asosi qonunni qo'g'dash ishxonasining boshlig'i Thomas Haldenwang Germaniyada Xitoyning jasuslik harakatining kuchayishidan andish qilayotganligini aytdi. Türkiye davlat raisi Recep Tayyip Erdoğan tunugun asrining opati deb tasvirlangan Qahramonmaraşni markaz qilgan yer tavrashdan keyin Turkiyaga kelgan Qatar amiri Shayx Tamim bin Al-Sani bilan ko'rishgan. İlginççe, Qatar amiri Shayx Tamim Qahramonmarashdagi yer tavrashdan keyin tunji bo'lib Turkiyani ziyorat qilgan davlat rahbari ekan. Turkiya Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu yer tavrashda eng og'ir ofatga uchirgan rayonlarning biri bo'lgan Hatayda Turkiyaga ziyoratga kelgan Gretsiya Tashqi ishlar ministri Nikos Dentiyas bilan bayonot e'lon qildi.